Mehnatkash, samimiy, kamtar, kamsuqum. Salima opani bilgan taniganlar unga ko'pincha ana shunday ta'rif berishadi. Fanlar akademiyasi o'simlik moddalari kimyosi instituti jamoasi Salima Oripovani shu va boshqa ko'plab fazilatlari uchun hurmat qiladi. To'g'risi, bugungi qahramonimizni suhbatga ko'ndirishimiz, sevimli laboratoriyasidan olib chiqishimiz oson kechmadi. 50 yildan ortiq umrini ilmga bag'ishlagan, yuzlab shogirdlarga ustozlik qilgan, 350 dan ortiq ilmiy maqolalar, tezislar, 20 ta patent muallifi, xalqaro anjumanlarning faol ishtirokchisi bo'lgan Salima opa boshqalar chiqa qolsin deydi imanibgina. Ayol olimalar ichida eng talabchan, yoshlarga e'tibor qaratadigan ustozlar sifatida kimni bizga tavsiya qilasiz deganimizda birinchi bo'lib shu Salima Faziliddin Oripovani aytishgan. To'g'ri, domla talabchan, domla bo'lish bilan bir qatorda juda ham mehribon, har tomonlama yoshlarni qo'llab-quvvatlaydigan, ularga kerak o'zlarini bor bilimlarni o'rgatadigan, oilaviy sharoitlariga ham kerak bo'lsa yordam beradigan inson. Ular bilan men ko'p yillar davomida jamoat ishlarida ham birga ishladim. Birgalikda Xotin-qizlar qo'mitasi ular raisi bo'lganlar, biz a'zo bo'lganmiz. Shunda ham ayollarni ijtimoiy himoyalash bo'yicha juda katta ishlar qilganlar. Salima Fazilovna menimcha o'zbek olima ayollarini timsoli desa ham bo'ladi, chunki ular har tomonlama yoshlarga, ayollarga, o'zini o'quvchilariga o'rnak bo'ladigan tomonlari juda ham ko'p. Mana shuncha yildan birga ishlagan bo'lsak, biror marta ularni ishga kechikib kelganlarini ko'rmaganman. Juda ham mas'uliyatli odamlar. 1964-yildan beri Fanlar akademiyasi o'simlik moddalari kimyosi institutining alkaloidlar laboratoriyasida faoliyat yuritayotgan Salima Oripovaning ta'kidlashicha, o'simliklarda 1000 ga yaqin moddalar mavjud. Ulardagi asos xususiyatga ega moddalar esa alkaloidlardir. Laboratoriya institutning asosiy bo'limi hisoblanib, bu yerdagi izlanishlar ko'plab yangi ishlanmalarga asos bo'ladi. Institutga men 1964-yil ishga kelganman. U paytda laboratoriyaning mudiri butun dunyoga mashhur bo'lgan akademik Sabir Yunusovich Yunusov qo'llarida ishlaganman. Shogirdlaridan, men o'zbek ayollaridan birinchi fan nomzodi shu alkaloidlar kimyosi sohasi bo'yicha fan nomzodi, fan doktori, professori bo'lganman. Shu bilan men juda ham faxrlanaman shu domlaning shogirdlari bo'lganimdan. Asosan O'zbekiston florasida o'saydigan yovvoyi o'tlarni tadqiq qilamiz. Ularning ichidan sof holda alkaloidlarni ajratib, ularni kimyoviy va fazoviy tuzilishlarini aniqlab, har xil kimyoviy va fizik kimyoviy usullar yordamida ish faoliyatim davomida 30 dan ortiq o'simliklarni shogirdlarim hamkorlikda o'rganganmiz. Bulardan 100 dan ortiq individual holda moddalar chiqarilgan. Ularni 98 tasi kimyoviy va fazoviy tuzilishlari aniqlangan va adabiyotlarda, jurnallarda, chet el jurnallarda chop etilgan. Bugungi kunda ilm-fanning boshqa yo'nalishlari qatori o'simlik moddalari kimyosi, biologiyasi va texnologiyasi sohasida ham o'ziga xos ilmiy maktab shakllangan. O'zbekiston Respublikasi Fanlar akademiyasi o'simlik moddalari kimyosi instituti Markaziy Osiyodagi tabiiy birikmalar kimyosini o'rganish, ulardan dori vositalari va qishloq xo'jaligi o'simliklari uchun kimyoviy preparatlar yaratish sohada fundamental va amaliy izlanishlar olib borishga ixtisoslashtirilgan eng yirik ilmiy tadqiqot markazi hisoblanadi. Institut jamoasining ko'p yillik izlanishlari tufayli mamlakatimiz o'simlik dunyosida tibbiyotda qo'llash mumkin bo'lgan alkaloidlar, terpenoidlar va fenol birikmalarini saqlovchi 600 ga yaqin, efir moylari saqlovchi 250 ga yaqin o'simlik turi aniqlangan. Bu jarayonlarda Salima Oripovaning ham munosib ulushi bor. Chiqarilgan moddalarimizni o'zimizda sinovlardan o'tkazamiz. Masalan, birinchi etapda o'zimizning laboratoriyamiz bor, genetika laboratoriyasida har xil hujralar, rak hujayralari namunalari bor. O'shalarning ta'siri ko'rsatiladi, biz moddalarimiz faolligi aniqlanadi. Antigipoksiya ham zamburug'larga qarshi, mikroblarga qarshi o'sha hujralarda aniq
ko'rish mumkin moddamiz aktivligini. Keyin bu hujayralarda ko'rgandan keyin уже hayvonlarda u in vitro bo'ladi. Endi in vivo tirik hayvonlarda ko'rishimiz kerak. Bizda vivari mavjud. O'sha vivarida tajriba o'tkaziladi. Agar shu o'simligimizda moddaning miqdori yetarli bo'lsa, faolligi yuqoriroq bo'lsa, unda preparat yaratsa bo'ladi degan xulosaga kelinadi. Preparat yaratishga o'tiladi. Ma'lumot berishlaricha, institut xodimlarining deyarli 60%ni ayollar tashkil qiladi. Bu ayollar barcha sohalar kabi ilm-fanda ham faol deganidir. Institutimizda 4 ta ilmiy yo'nalishlar bor. Har bir yo'nalishda ayollar ishtirok etadi. 4 ta ayol bo'limlar va laboratoriyalarga rahbarlik qiladi. Hozirgi paytda institutimizning ishi shu o'simlik moddalar kimyosi, biologiyasi, farmakologiyasi va texnologiyasiga bog'liq. Hamma shu yo'nalishlarda ayol kishilar faol ishtirok etadi. Ular ham ilmiy laboratoriyalarda, ham ishlab chiqarishda faol ishlaydi. Ayollarimiz ham juda faol ish ko'rsatishadi institutda. Masalan, mana Polisihadik laboratoriyasining mudiri ayol, fan doktori, professor Ra'no Karimovna Rahmanberdiyeva, mana genetika laboratoriyaning mudiri Shahnoza Sadiqovna Azimova juda faol ish olib borishadi. Juda ham ko'p ularni test sistemalarini yaratib, ancha-muncha shu sohada ham ishlar olib borishadi. Aytmoqchimanki, farmakologiya laboratoriyasida ham ayollarimiz ko'p, farmakolog, fan doktorlari shu sohada o'zlarini ishlarini faol olib borishadi. Oxirgi yillarda prezidentimiz juda ham katta ahamiyat beryaptilar. O'zbekiston ayollarimizni hayotini yaxshilashga, turar joylarini yaxshilashga, ish joylarini tashkil qilib berishga, ayollarga juda ham katta e'tibor. Hammamiz minnatdormiz. Institutda ayollarning ilmiy salohiyatini yuzaga chiqarish uchun barcha sharoitlar yaratilgan. Bu yerda tajriba ishlab chiqarish jarayoni xalqaro GMP standartiga muvofiq modernizatsiya qilinmoqda. Buning natijasida yiliga 500 tonnadan ziyod o'simlik xomashyosini chuqur qayta ishlash imkoniyati yaratiladi. Joriy yildan 30 dan ortiq tabiiy toza, import o'rnini bosuvchi va eksportbop dori vositalari ishlab chiqarish yo'lga qo'yiladi. Salima Oripova ham bu jarayonlarning faol ishtirokchisi. Ayni kunlarda olimaning 3 ta preparati klinik sinovdan o'tkaziladi. Bitta preparatimiz dog' o't kadanopsis degan o'simlikdan olingan moddalar bo'lib, ular jigar faoliyatini yaxshilaydi. Jigar kasalliklarini, turli kasallarni davolashga tavsiya etilgan. Gepatoprotektor, gepato himoyalovchi. Ikkinchi preparatimiz Katotsin deb nomlangan. U antigepaksant hisoblanadi. Kislorod yetishmovchiligi bu. Oldini olishda, profilaktikaga va davolashda tavsiya etilyapti. Uchinchi preparatimiz bu afrodiziak. Ayollarda ham, erkaklarda ham gormonlar yetishmovchiligi bo'lganda har xil kasallar kelib chiqadi. Mana shunaqa kasallarda tavsiya etishga mo'ljallangan. Jurnalimizda bor, o'zimizda tabiiy ximiya приrodных соединений degan jurnalimiz bor. Shuni redkollegiyasining a'zosilar. Undan keyin juda ham ko'p mana chet ellarda bo'ladigan ilmiy anjumanlarda ham o'sha redkollegiya a'zosi, organizator sifatida ham juda ko'p faoliyat yurgizganlar. Turkiyada bo'lgan, Xitoyda bo'lgan ilmiy anjumanlarda o'zim ham birgalikda qatnashganman. O'sha yerda ham ingliz tilida juda ham chiroyli o'sha konferensiyani birorta bo'limini boshqarib kelganlar. O'shaning uchun bu kishida har tomonlama o'rnak oladigan narsalarimiz ko'p. Rus tilida bo'ladimi, ingliz tilida bo'ladimi, dissertatsiyalarni ham o'zbek tilida bo'ladimi, hammasini ko'rib o'zlarini maslahatlarini bera oladigan olimlardan birilar. O'shaning uchun o'zbek olima ayollarini timsoli, faxrlansak bo'ladigan ayol. Davlatimiz
hukumatimiz tomonidan taqdirlanganlar, ular mehnat shuhrati ordeni bilan taqdirlanganlar. Ba'zi 30 ga kirgan yoshlardan shijoatlari baland, harakatchan, fikrlari tiniq, o'zlarini fikrlarini hammayoqda ayta oladigan ayollardan biri. Ilm insonni yuksaltiradi deyishadi. Bu fikrlar haqiqat ekanligiga qahramonimiz faoliyati bilan tanishib, yana bir bor ishonch hosil qildik.